Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va ochig'ini aytish kerak, ko'pchilikni shokka solishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim har birimizga ayniqsa oilasida keksa yoshli insonlar borlarga taalluqli. Bu ma'lumotni bilmaslik sizni juda og'ir va noxush vaziyatlarga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Videoni hozirning o'zidayoq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni nafaqat bilish, balki uni atrofdagilar bilan bo'lishish ham nihoyatda zarur. Keling, avval masalaning mag'zini chaqaylik. Avvallari oila a'zosi vafot etganda dafn marosimini tashkil etish jarayoni nisbatan sodda edi. Asosiy e'tibor marhumning o'lim holatini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomani olish va undan keyin FJD yo'q bo'limidan o'lim guvohnomasini rasmiylashtirishga qaratiladi edi. Hujjatlar bilan mahalla qo'mitasiga murojaat qilinib, keyin dafn etishga ruxsat olinardi. Jarayon odatda tez va murakkabliklarsiz kechardi. Chunki ko'proq insoniylik va mahalliy jamoatchilikning o'zaro yordamiga tayanlar edi. Pensiyaga chiqqan insonlar uchun ham vaziyat deyarli shunday edi. Ularning pensiya masalalari bilan bog'liq hujjatlar dafn jarayonida bevosita talab qilinmasdi. Pensiya to'xtatilishi odatda o'lim guvohnomasi IXD yo'q bo'limi tomonidan pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yuborilgach yoki yaqinlar tomonidan ma'lumot berilgach amalga oshirilardi. Ammo aziz do'stlar, endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatning yangi qarori, aniqrog'i, qator hujjatlarga kiritilgan o'zgartirishlar tufayli pensiyaga chiqqan insonlarni dafn etishda bir qator qo'shimcha talablar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri pensiya tizimidagi shaffoflikni oshirish, har qanday noto'g'ri ma'lumotlar yoki afsuski ayrim holatlarda uchrab turadigan firibgarlikning oldini olishdir. Endilikda pensiya olayotgan fuqaro vafot etgan taqdirda uning yaqinlari nafaqat o'lim guvohnomasini, balki marhumning pensiya maqomini tasdiqlovchi bir qator boshqa hujjatlarni ham taqdim etishlari shart qilib belgilandi. Bu hujjatlarsiz dafn marosimini tashkillashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu yangi qoidalar pensiya to'lovlarining to'g'ri hisoblanishi va vafot etgan shaxslar ro'yxatining doimiy ravishda yangilanib turishini ta'minlashga qaratilgan. Vaziyat endi shu darajaga yetdiki, pensiya olgan marhumni dafn qilish uchun ba'zi joylarda tegishli organlardan maxsus ma'lumotnoma talab qilinmoqda. Bu ma'lumotnoma o'z navbatida marhumning pensiya ishi to'g'ri yopilganligini tasdiqlaydi. Aks holda marhumning pensiyasi noqonuniy ravishda olinishi mumkinligi haqidagi xavotirlar mavjud. Keling, batafsilroq to'xtalamiz. Kimlar bu yangi qoidalardan xavotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu hujjatlar ro'yxati. Endilikda marhum pensiyaning har qanday turini oluvchi bo'lgan bo'lsa, uning dafn marosimini tashkil etishida quyidagi hujjatlarga alohida e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Bir marhumning o'lim guvohnomasi. Bu hujjat avvallari bo'lgani kabi FHD yo'q bo'limidan olinadi. Tibbiy o'lim guvohnomasi asosida beriladi. Ikkita marhumning pasporti. Bu shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lib, u pensiya jamg'armasidagi shaxsiy faylini aniqlash uchun zarur. Marhumning pensiya guvohnomasi. Bu hujjat marhumning pensiya oluvchi maqomini tasdiqlaydi. Ba'zi holatlarda bu pensiya guvohnomasi yo'q bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu esa qo'shimcha muammolar tug'diradi. 4. Marhumning IN va JSH raqamlari. Bu raqamlar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida marhumning pensiya ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni topish uchun xizmat qiladi. 5. Eng muhimi, pensiya jamg'armasidan beriladigan maxsus ma'lumotnoma. Aynan shu ma'lumotnoma ko'pchilik uchun kutilmagan talab bo'lib, jarayonni murakkablashtirmoqda. Bu ma'lumotnoma marhumning pensiya ishi yopilganligi va unga nisbatan hech qanday pensiya to'lovlari amalga oshirilmasligi haqida tasdiqlovchi hujjatdir. Uni olish uchun siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz va yuqoridagi barcha hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu yangi qoidalar birinchi navbatda oilasida keksa yoshli, ayniqsa hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki tartibsiz saqlanadigan pensionerlar bor insonlar uchun dolzarb. Tasavvur qiling, qishloq joylarda yashovchi, ko'p hujjatlarni yo'qotib qo'ygan yoki ularning qayerda ekanligini bilmaydigan bobo yoki buvi vafot etdi. Uning yaqinlari uchun bu hujjatlarni yig'ish ayniqsa motam kunlarda juda og'ir kechadi. Misol uchun, birinchi misol. Samarqand viloyatining bir chekka qishlog'ida yashovchi Bayden 5 yoshli bobo to'satdan vafot etdi.
Uning farzandlari shaharda yashaydi. Marhum boboning pensiya guvohnomasi eski, uning qayerdaligi ham aniq emas. Pasport ham eskirgan, ayrim ma'lumotlari o'chib ketgan. Farzandlar shahardan kelib, dafn marosimini tashkil etishga kirishadi. Lekin mahalla qo'mitasida ulardan pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu ma'lumotnomani olish uchun esa pensiya guvohnomasi, pasport va boshqa hujjatlar kerak. Endi tasavvur qiling, motam kunlarda bir kunda bu hujjatlarni izlab topish, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borish, navbat kutish. Arizalar yozish qanchalik qiyin bo'ladi. Natijada dafn marosimi kechikishi, oilaning ruhan qiynalishi va ortiqcha xarajatlarga duch kelishi mumkin. Ayrim hollarda ma'lumotnomani olish uchun 2-3 kun ketishi mumkin. Bu esa dafn marosimini tezroq o'tkazish zarur bo'lgan vaziyatlarda juda katta muammo tug'diradi. Masalan, bir oila bu jarayon tufayli dafni 2 kun kechiktirishga majbur bo'lgan. Bu esa ularga psixologik jihatdan katta bosim o'tkazgan. Ikkinchi misol, Toshkent shahrida yashovchi yetimdagi yoshli ayol uzoq davom etgan kasallikdan so'ng vafot etdi. Uning yagona o'g'li bor. Ayolning barcha hujjatlari tartibda, lekin o'g'li bu yangi qoidadan bexabar edi. O'lim guvohnomasini olgach, mahallaga murojaat qildi. U yerdan pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma talab qilishdi. Bu ma'lumotnomani olish uchun o'g'li pensiya jamg'armasining tumandagi bo'limiga bordi. U yerda unga aytishdiki, ma'lumotnoma berilishi uchun marhumning shaxsiy fayli to'liq tekshirilishi kerak. Bu esa 3 soat vaqt oladi. Hatto ba'zi bir kichik nuqsonlar aniqlansa, jarayon yanada cho'zilishi mumkin. Bu shahar sharoitida ham ba'zan jiddiy muammo. Chunki odamlar motam paytida har bir daqiqani qadrlashadi. Agar pensiya jamg'armasida navbat ko'p bo'lsa, bir kunni yo'qotish hech gap emas. Uchinchi misol, ba'zi bir pensionerlar yashash joyini o'zgartirgan bo'lishlari mumkin. Lekin pensiya ishini yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasiga o'tkazmaganlar. Bunday holda vafot etganidan keyin uning yaqinlari pensiya ishini avvalgi yashash joyidagi pensiya jamg'armasidan yopishlari kerak bo'ladi. Bu ayniqsa viloyatlararo yoki hatto shaharlararo masofalar bo'lsa, ortiqcha safar xarajatlari va vaqt talab qiladi. Tasavvur qiling, Farg'onadan Toshkentga kelib yashagan, lekin pensiya ishini Farg'onadan o'tkazmagan qariya vafot etdi. Uning yaqinlari Toshkentdan Farg'onaga borib, pensiya ishini yopib kelishga majbur bo'ladi. Bu holatda transport xarajatlari, ovqatlanish va boshqa mayda-chuyda xarajatlar uchun o'rtacha 35-500 ming so'm sarflanishi mumkin. Bu ham oilaning motam paytidagi og'ir ahvolini yanada qiyinlashtiradi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bu qoidalar birinchidan pensiya olmagan, ya'ni ijtimoiy nafaqa bilan yashagan yoki umuman hech qanday nafaqa yoki pensiya olmagan shaxslarga taalluqli emas. Ikkinchidan, harbiy pensionerlar yoki boshqa maxsus toifadagi pensiya oluvchilar uchun alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo umumiy qoida shu: agar marhumning barcha hujjatlari tartibda bo'lsa, ya'ni pasport, pensiya guvohnomasi kabi hujjatlar osongina topilsa, jarayon bir oz yengilroq kechadi. Ammo pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olish baribir talab qilinadi. Shuning uchun butunlay xotirjam bo'lish qiyin. Hatto barcha hujjatlar joyida bo'lsa ham, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va ma'lumotnoma olish uchun vaqt sarflashga to'g'ri keladi. Endi esa bu qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlar haqida gaplashaylik. Istisnolar. Afsuski, bu qoidalar bo'yicha jiddiy istisnolar deyarli yo'q. Ya'ni agar marhum pensiya oluvchi bo'lgan bo'lsa, yuqorida aytilgan hujjatlar deyarli barcha holatlarda talab qilinadi. Istisno sifatida ehtimol juda kamdan kam holatlarni keltirish mumkin. Masalan, marhumning shaxsiyati umuman aniqlanmagan yoki uzoq vaqt davomida bedarak yo'qolgan deb topilgan shaxslar bo'lsa, lekin oddiy oilaviy holatlarda istisno yo'q desak to'g'riroq bo'ladi. Ba'zi joylarda ayniqsa chekka hududlarda mahalla raislari bu qoidalarga nisbatan insoniy yondashishlari mumkin. Lekin bu qoidadan istisno emas, balki inoyat bo'ladi va bunga umid bog'lab bo'lmaydi. Rasmiy ravishda bu hujjatlar talab qilinadi. Tuzoqlar va e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar. 1. Hujjatlarning eskirishi yoki yo'qolishi. Ko'pchilik keksa yoshli insonlarning pasportlari eski namunadagi bo'lishi yoki pensiya guvohnomalari yirtilib, yaroqsiz holga kelgan bo'lishi mumkin. Ba'zan ular o'z hujjatlarini qayerga qo'yganlarini ham eslay olishmaydi. Bunday holatda birinchi navbatda hujjatlarni tiklash yoki yangilashga to'g'ri keladi. Bu esa jarayonni bir necha kunga, hatto haftalarga cho'zib yuborishi mumkin. Masalan, bir ayolning otasi vafot etganda uning pensiya guvohnomasi topilmagan.
ular pensiya jamg'armasiga murojaat qilganlar edi. Jamg'arma ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni tekshirish uchun qo'shimcha vaqt talab qilingan. Bu esa ularga 3 kun vaqtga tushgan. 2. O'lim holatini kechiktirib qayd etish. Ba'zi oilalar, ayniqsa uzoq yashovchi joylarda o'lim holatini darhol FSHDYO bo'limida qayd etishga shoshilmasliklari mumkin. Ammo bu xato. Chunki vaqt o'tgan sari hujjatlar bilan bog'liq muammolar ortib boraveradi. Qonunchilikda o'limni qayd etish muddatlari belgilangan va bu muddatlarga rioya qilmaslik ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. 3. Pensiya to'lovlarini to'xtatishga kechikish. Yuqorida aytilgan ma'lumotnoma aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan. Agar marhumning pensiyasi to'xtatilmagan bo'lsa va u dafndan keyin ham kimdir tomonidan olinishda davom etsa, bu jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bu masalada juda qattiq turib olgan. 4. Vafot etgan shaxsning mol-mulki va meros masalalari. Bu hujjatlar bevosita merosxo'rlik bilan bog'liq bo'lmasa-da, pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma merosxo'rlikni rasmiylashtirishda ham talab qilinishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxatiga kirishi ehtimoli bor. Chunki vafot etgan shaxsning pensiya holati uning umumiy moliyaviy ahvolini aks ettiradi. 5. Vafot chet elda sodir bo'lsa. Agar pensiya oluvchi chet elda vafot etsa, jarayon yanada murakkablashadi. Bunday holatda avvalo chet elda o'limni qayd etish, so'ngra O'zbekiston konsulligi orqali hujjatlarni legallashtirish va tarjima qilish talab etiladi. Keyin esa shu hujjatlar bilan O'zbekistonga qaytib kelgach, FSHDYO bo'limida o'limni qayd ettirish va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Praktik tavsiyalar, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib bu jarayonni osonlashtirish mumkin? Birinchi qadam profilaktika. Hali hammasi joyida ekan, hozirdanoq chora ko'ring. 1. Oilangizdagi keksa yoshli insonlarning hujjatlarini tekshirib chiqing. Ularning pasportlari, pensiya guvohnomalari, IN va JSHR raqamlari joyidami? Ular yaroqli holatdami? Agar yo'q bo'lsa, hozirdanoq ularni tartibga keltirishga yordam bering. Misol uchun, pensiya guvohnomasi yirtilgan bo'lsa, yangi nusxasini olishga harakat qiling. Pasport muddati tugagan bo'lsa, uni almashtirishga ko'maklashing. 2. Barcha muhim hujjatlarning nusxalarini olib, ularni bir joyga to'plang. Raqamli nusxalarni ham fotosuratlar yoki skanerlar saqlab qo'ying. Bu asosiy hujjat yo'qolib qolganda yoki shikastlanganda juda katta yordam beradi. 3. Oiladagi har bir a'zo muhim hujjatlar qayerda saqlanishini bilsin. Ba'zan yoshi katta insonlar hujjatlarni juda sir saqlashadi yoki biror joyga yashirib qo'yishadi. Bu masalada ochiq gaplashish zarur. 4. Keksa yoshli qarindoshlaringizning pensiya ishi qaysi pensiya jamg'armasida turishini aniqlab oling. Agar ular yashash joyini o'zgartirgan bo'lsalar, pensiya ishini yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasiga o'tkazish masalasini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, agar afsuski oila a'zosi vafot etgan bo'lsa, quyidagi amaliy qadamlarni bajaring. 1. Tibbiy o'lim guvohnomasini oling. Marhumning o'limini aniqlash uchun darhol tez yordamni yoki mahalliy poliklinikani chaqiring. Shifokor marhumning o'limini tasdiqlab, tibbiy o'lim guvohnomasini beradi. Bu hujjat o'lim sababini ko'rsatishi shart. Shoshilinch holatlarda, masalan, to'satdan vafot etishda sud tibbiy ekspertiza o'tkazilishi ham mumkin. 2. O'lim guvohnomasini FSHDYO bo'limidan oling. Tibbiy o'lim guvohnomasi va marhumning pasporti bilan hududiy FSHDYO bo'limiga, eski nomi murojaat qiling. U yerda sizga marhumning rasmiy o'lim guvohnomasi beriladi. Bu hujjat dafn marosimini tashkil etish va boshqa rasmiy ishlarni hal qilish uchun asosiy hujjat. Hujjatni olish uchun ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Arizada marhumning to'liq ismi, tug'ilgan sanasi, o'lim sanasi va joyi, shuningdek murojaat qiluvchining ma'lumotlari ko'rsatiladi. 4. Pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma oling. Aynan shu qism yangi va ko'pchilik uchun qiyin. O'lim guvohnomasi, marhumning pasporti, pensiya guvohnomasi, IN va JSHR raqamlari bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizdan ariza yozishingizni so'rashadi. Arizada marhumning ma'lumotlari va pensiya ishi yuzasidan ma'lumotnoma berishni so'rashingiz kerak. Pensiya jamg'armasi xodimi marhumning pensiya ishi yopilganligi va unga nisbatan boshqa hech qanday to'lovlar amalga oshirilmasligi haqida maxsus ma'lumotnoma berishi kerak. Bu ma'lumotnoma ba'zi joylarda dafn marosimini o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlar qatoriga kiritilgan. Bu jarayon bir necha soatdan 1-2 kungacha vaqt olishi mumkin.
Shuning uchun iloji bo'yicha tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. 4 mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Yuqoridagi barcha hujjatlar o'lim guvohnomasi, pasport marhumning. Pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma bilan mahalla qo'mitasiga boring. Mahalla qo'mitasi dafn marosimini tashkil etishda amaliy yordam ko'rsatish kerakli ruxsatnomalarni beradi. Ba'zan ular o'z navbatida yuqoridagi pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomani bevosita talab qilishi mumkin. 5 boshqa masalalar, bank hisobvaraqlarini yopish, kommunal to'lovlarni o'zgartirish kabi masalalar hamda meros masalalarini hal qilish uchun ham o'lim guvohnomasi va pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Bu hujjatlarni saqlab qo'ying. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiyaga chiqqan insonlarni dafn etish jarayoni ilgari bo'lgani kabi sodda emas. Yangi qoidalar yaqinlardan qo'shimcha harakatlar va hujjatlarni talab qiladi. Bu bir tomondan ortiqcha bürokratiya kabi tuyulishi mumkin. Ammo ikkinchi tomondan pensiya tizimida tartib o'rnatish va firibgarlikning oldini olishga xizmat qiladi. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman, iltimos. Oilangizdagi keksa yoshli insonlarning hujjatlarini hozirdanoq tartibga keltiring. Ularning pensiya guvohnomalari, pasportlari va boshqa muhim hujjatlari joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu oddiygina profilaktika chorasi sizni kelajakda juda katta og'riqlardan va asab buzilishidan saqlab qolishi mumkin. Chunki motam paytida har bir daqiqa qadrli, har bir hujjat esa jiddiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bu videoda aytilgan fikrlar haqida sizning qanday fikringiz bor? Yangi qoidalar haqida nimalarni bilasiz yoki qanday muammolarga duch kelgansiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni diqqat bilan o'rganamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kabi muhim va hayotiy masalalar haqida biz doimiy ravishda ma'lumot berib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha